Sistit. Nima uchun ayollar bu dardga qayta-qayta chalinishadi? Xo'sh, har 5 daqiqada hojatga qatnaysiz, siyganda achishadi, qorinning pastida og'riq, ba'zida esa siydik rangining qizarib chiqishi, ya'ni qonli siydik ajralishi. Bunday holatda ko'pchilik sovqatibsan yoki sovuq o'tkazibsan deb qarashadi, lekin urolog sifatida aytishim mumkinki, sizga sistitning sababi sovuq o'tkazish emas, aynan infeksiyalardir. Sistit bu siydik qopining yallig'lanish kasalligi. Va bu kasallikning qo'zg'atuvchisi bakteriyalar hisoblanadi va 95-90% holatlarda bu bakteriya Escherichia coli bakteriyasi hisoblanadi. Buning eng ko'p qo'zg'atuvchisi ichaklarda erkin yashovchi Escherichia coli bakteriyasidir. U tashqi siydik yo'li orqali siydik qopiga tushadi va siydik qopi devorida yallig'lanishni chaqiradi. Bu ayollarning aybi emas, shunchaki ayollar anatomiyasida tashqi siydik yo'li juda ham qisqa bo'ladi va bu bakteriyalarning tashqaridan siydik qopiga kirishi juda ham tez sodir bo'ladi. Erkaklarda esa siydik yo'li ancha uzun bo'lganligi sababli, ya'ni tashqi siydik chiqarish kanali ancha uzun bo'lganligi sababli erkaklarda bir necha barobar sistitning uchrashish ehtimoligi past bo'ladi. Sistit xavfini oshiruvchi omillar bu jinsiy aloqa, siydikni ushlab turish, kam suyuqlik ichish, menopauza, homiladorlik, avval ham sistit kasalligi bilan og'riganlik, lekin bitta narsani eslatib o'tishim kerak, sovuq iqlim yoki sovuq suv shunchaki sistit qilib qo'ymaydi yoki infeksiyani chaqirmaydi. Ammo sovuq iqlim organizmda immunitetini biroz tushirganligi sababli organizmda bor bakteriyalarning rivojlanishiga zamin yaratadi va buning natijasida organizmdagi bor o'sha bakteriyalar ko'payib, sizda yallig'lanishga olib kelishi ham mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak? Agar sizda tez-tez achishib, og'riqli siyishlar, siydik rangining o'zgarishi, ya'ni qizarishi yoki qorinning pastidagi og'riqlar, isitma, aznob, ya'ni qaltirash holatlari kuzatiladigan bo'lsa, o'z boshimchalik bilan antibiotiklarni qabul qilish tavsiya qilinmaydi. Agar siz antibiotikni noto'g'ri qabul qilsangiz va sizga yordam bermasa, keyingi etapdagi diagnostikada siz vrachga va o'zingizga qiyinchiliklarga sabab bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan va yana bitta anaqa sababi o'zingiz mustaqil ravishda tabletkalarni ichishingiz, ya'ni har doim ham siydik achishib chiqdi degani bu sistit degani emas. Shuning uchun har doim sizda siydik ajratish bilan bog'liq yoki yuqorida sanab o'tilgan kabi muammolar kuzatiladigan bo'lsa, shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan urologga murojaat qiling va to'g'ri tashxis va to'g'ri davoni qabul qilish natijasida sizda sistitning qaytalanuvchi formasiga o'tib qolishini oldini olasiz. O'zingizni ehtiyot qiling, muammolaringiz bo'lsa bizga murojaat qilishingiz mumkin. Boshqa aytamiz, o'zingizni ehtiyot qiling, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.